Ushbu oilada bir emas, ikki emas, uch emas, 4 ta kasal yordamga muhtoj. Yig'am uchun harakat qilishganini so'rayman. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, saxovatli insonlar. Bugun biz Sirdaryo viloyatida bir oilaga keldik. Ushbu oilada bir emas, ikki emas, uch emas, 4 ta kasal yordamga muhtoj. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida turaman. O'g'lim Hasanjon 18 yoshda. Bel pog'ona o'mirqasiga nasos degan narsa qo'yishimiz kerak. Aziz vatandoshlar, yordam qilingizlar. Oyoqqa turib ketishga imkoniyat bor ekan. Sizlar haqqingizga duo qilaman. Onamning ko'zlari ko'rmaydi. Ko'zlarini operatsiya qilish kerak. Pardalarini oldirib, nur gavhar qo'ydirishim kerak. Onamning ko'zlariga ham operatsiya qildirishim kerak. O'zimning onkologik kasalliklarim bor. Ulardan ortib hali doktorga bora olmadim. Butun tanamda onkologik kasalliklarim bor. Tanalarimda bor, hamma joyimda bor. Aziz vatandoshlar, shu farzandim uchun o'zlaringiz qo'lingizdan kelgancha yordam qiling, duo qiling. Turmush o'rtog'im yurak kasalligidan gruppaga chiqqan, og'ir ishga yaramaydi. Hozircha imkoniyatim yo'q uchun majbur sizlardan iltimos qilib so'rayapman. Aziz xalqim, vatandoshlarim, shu farzandimni oyoqqa turib ketishiga o'zlaringiz yordam qilingizlar. Hojatiga hattoki o'zim ko'tarib borishga majburman. Sizlardan iltimos qilib so'rayman.